86 misol. Tak, 86 misolda nima debdi? Yana tenglamalar istaymiz. Qaranglar-da, ana endi o joyda. Juda ham ajoyib qilib beribdi misoli. X darajasi y plus 1. Tak, 86. Juda ham yaxshi misol ekan. Qaranglar. Ya'ni nima uchun yaxshi dedim hozir? X darajasida y plus 1 teng necha? 27. Keyingisi x darajasida 2y minus 1 mi? 5. Teng minus 5 teng 1 taqsim 3. Shunaqami? Ya'ni hozircha ishlagan paytimizda hech bo'lmaganda pastak son aniq edi-da, to'g'rimi? 3 bo'lganda edi. Misol uchun 27 ni ham 3 ga keltirib qisqartirsam bo'lardi. Lekin hozir shu turishda ikkalasi ham noma'lum. Daraja ham noma'lum. Asosan noma'lum matematika tilida. Ya'ni lekin ko'cha tilida aytsak, odam ham noma'lum, uni boyligi ham noma'lum, ya'ni kepkasi ham noma'lum, to'g'rimi? Yaxshi, nima qilsak bo'ladi? Bunaqa vaziyatda yagona yo'li yo x yo'qotish kerak yoki y, lekin x yo'qotish iloji yo'q. Chunki u shaxs, misol uchun meni kepkammi, meni boyligimni yo'qotsa bo'ladi, yoqib yuborsa yo'qib ketadi, lekin meni yo'qotish nima hisoblanadi? Qiyinmi? Demak, nimani yo'qotishimiz kerak? Y. Qaranglar-da, y mabodoki mana shu 2y bo'lganda edi, 2y bo'lganda edi. 2y dan 2y aysam qisqarib ketarmidi? To'g'rimi? Qisqarib ketardi, ha? Lekin bu yerda nima? Y. Demak, buni 2y ga aylantirish uchun uni darajada bo'lgani uchun uni kvadratga ko'tarish kerak. Chunki qavslik daraja bo'lsa, darajaga nima qiladi? Ko'payadi. Demak, x darajasida 2y plus 2 barobar kvadratga ko'tarsam 27 ning kvadrati bo'lib qoladimi? Pastdagiga tegmayman, chunki o'zi 2y minus 5 barobar 3 ning minus 1-si. Mana buni ham 3 kubi desam 3 kere 2 bo'lib, ya'ni 3 ning 6-si bo'lib qoladimi? Ana endi bular ayrilsa qisqaradi, to'g'rimi? Chunki buni ham oldi plus, buni ham oldi plus. Ishoralar bir xil bo'lsa ayirishim kerak, ishora har xil bo'lsa qo'shishim kerak. Lekin darajalar ayrilish uchun qaranglar, mana x ning a-si taqsim x ning b-si bo'lish bo'lganda x ning nimasi bo'ladi? A minus b-si bo'ladimi? Darajalar ayrilishi uchun o'zlarini nima qilishim kerak ekan? Bo'lishim kerak. Ya'ni x darajasida 2y plus 2 ni bo'laman x darajasida 2y minus 5 ga teng bo'ladi 3 ning 6-si taqsim 3 ning minus 1-si. Ana endi darajalar ayrilsa 2y lar qisqarib ketadi. 2 minus 5 o'rta plus bo'lib ketadimi? X nechinchisi bo'ladi? 7-si teng bo'ladi 6 dan ayirsam minus 1. 3 ning ham 7-si bo'ladimi? 7-darajalar bir xil. X teng nima chiqar ekan? 3. To'q daraja bo'lgani uchun plus minus bo'lmaydi. Agar x ning kvadrati teng 3 kvadrati bo'lganda edi, juft ildiz chiqardim deganda gap, ya'ni x barobar plus minus nima bo'lardi? 3. Juft darajada shunaqa, lekin to'q darajada plus minus bo'ladimi? Yo'q. Demak, x teng nima chiqdi? 3. Ana endi men y ni topish uchun o'zimiz biladigan ish, ya'ni x o'rniga keltirib qo'yaman-da, y ni nima qilib olaman? Topib. Qayerga keltirib qo'ygan yaxshi? Eng boshdagi holatda qaranglar. Son qayerda kamroq? Tepada kamroqmi? X bilan y oldida. Ya'ni x ning y plus 1-si barobar 27. X bu 3 teng 3 ning y plus 1-si barobar 27 3 kubimi? Y plus 1 teng 3. 3 lar qisqarib ketgandan keyin y teng nech chiqar ekan? Demak, birinchi x yoziladi 3, keyin 2. Javob nima bo'lar ekan? 3 va 2. Ana endi keyingisi 89-misol. 2 darajasida x kvadrat ko'paygan 2 ning y kvadratinchisi. 2 darajasida x kvadrat ko'paygan 2 darajasida y kvadrat. Teng bo'lar ekan 64. Keyingisi. Shahboz aytsang oxirgacha to'liq aytdi, uka. 2 darajasida x y teng shahboz nima? Ilzosida 8, to'g'rimi? Mana bu yana va deb bergan. Bu so'zda yozilishi, lekin ikkalasi bitta misolda bo'lgani uchun bu tenglamalar nimasi bo'ladi? Sistemasi. Bu ham 2, bu ham 2. Bu meni kepkan, bu ham meni kepkan. Kelib ko'paytiryapman. Kepkalarning soni qo'shiladimi? To'g'ri. Demak, 2 darajasida x kvadrat plus y kvadrat teng 2 darajasida 6.
2 darajasida x, y barobar. Mana 8 2 ning kubimi? Ya'ni ildizda 8 bu, ildizda 2 ning kubi. Ildiz vazifasi darajani nima qilish? Kamaytirishmi? Darajani, ya'ni necha marta kamaytiradi? 2 marta. 2 ning o'zi daraja 3 bo'lsa, mana bu ildiz darajasi ko'rinmasdan necha bor degani 2. 3 ni 2 marta kamaytir deyapti. Ya'ni 3 ni 3 taqsim nechinchisi? 2-inchisi. Demak, mana bu ikkilar nima qiladi? Qisqaradi. Mana bu ikkilar ham nima qiladi? Qisqaradi. Demak, qoladigan narsa x kvadrat plus y kvadrat teng 6, x y teng 3 taqsim 2, ya'ni 1/2. To'g'rimi? Bizlardan nimani so'ragan narsasi nima edi? Qaraylik. Modulda x plus y toplayapti. Hop, qarang, modulda x plus y toplayapti. Kelinglar, ana shuni men bitta x plus y kvadratini ko'ray. X kvadrat plus 2xy plus y kvadrat. Nima uchun men buni kvadratini ko'raman? Chunki bu yerda x nimalar bor? Kvadratlar bormi? Uni kvadratga ko'tarishim kerak. Shuni shunday kvadratga ko'tarsam, modulimiz yo'qolib ketadi. Tushunarli? Yani juft daraja ham ishorani plyusga aylantiradi, modul ham ishorani nimaga aylantiradi? Plyusga aylantiradi. Qaysi biri kuchliroq? Kvadrat ham plyusga aylantiradi, ham sonni kattalashtiradi, to'g'rimi? Modul faqat plyus o'zgartiradi. Demak, qaysi biri kuchliroq ekan? Kvadrat kuchliroq bo'lgani uchun modul nima qilib ketadi? Yo'qolib ketadi. Demak, ana endi x plus y ning kvadrati bor. X kvadrat y kvadrat qo'shsam necha berar ekan? 6 ni. X y 1,5 2 ga ko'paytirsam 3 beradimi? To'g'rimi? 2 ko'paygan mana bu narsa 1,5 mana. Mana bu yerdan oldim Saydolim. X plus y ning kvadrati barobar necha? 9. Ana endi men x plus y o'zini topishim kerak ekan. X plus y o'zini topsam, ildiz chiqaraman. Juft darajali ildiz bo'lgani uchun plus minus 3 bo'ladimi? Modulda x plus y nimaga teng unda? 3 qo'ysam, ya'ni modulda 3 bo'ladi. 3 chiqadi. Modulda minus 3 qo'ysam, baribir nima chiqadi? 3. Demak, uni qiymati har doim nechaga teng ekan? 3 ga. So'ragan narsasining qiymati nechaga teng? 3 ga teng. Tushunarli bo'ldi? Agarda yoki x top yoki y top deganda o'rniga qo'yish usulidan nima qilardim yana? Foydalanardim. Pastdan x topardim, y bu yoq bo'lish bo'lib o'tib ketadi. O'rniga keltirib qo'yardim-da, yuqori darajali tenglamani nima qilardim? Ishlar edim. Tushunarli bo'ldi? Lekin hozir bizlardan x modulli x plus y so'ragani uchun bu oson hisoblanadi. Ya'ni uni kvadratga ko'tarsam, mana berib qo'ygan narsalar yordamida buni nima qilishim mumkin? Oddiygina topishimiz mumkin. Buni o'ylash kerak, salgina fikrlash kerak bu uchun. To'xta, kvadrati bor. To'xta, nima uchun aynan ikkalasining yig'indisini so'rayapti? Nimaga aynan kvadratga ko'tarildi va nimalar topildi undan va nimaga kelib qoldi degan savol odam o'ziga o'zi berib, uni yaxshilab nima qilib olish kerak? Tushunishi kerak. Tushunarli bo'ldi? Demak, ana endi keyingi misollarni ham ko'raylik, doska to'lganicha. Tak. 92-misolmi keyingisi? D. Darajali ko'rsatkichli tenglamalar deb bergan ekan. 92 ni ko'ramiz. 2 ni A-inchisi teng 5, 20 ni B-inchisi teng 125. Qaranglar. 92. 2 ning A-inchisi 5 ga teng, 2 ning B-inchisi 20 ning B-inchisi nechiga teng? 125 ga teng. Nimani top degan? A'ni topishim kerak. Mana bu yerda nima qatnashish kerak? B qatnashish kerak. Tushunarli bo'ldi? Buni qanday qilaman? Qaranglar. 5 2 ga aylantirib bo'lmaydi. 125 20 ga ham aylantirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Nima qilaman? Mana bu 125. Mana bu oddiy misol 2 bilan 5 o'zi. Lekin 20 ni B-inchisi barobar 125 bu 5 ning 3-darajasimi? To'g'rimi? 5 o'zi nimaga teng? 2 ning A-inchisiga. Mana bu 5 ni olaman-da, o'rniga mana buni nima qilib qo'yaman? Keltirib qo'yaman. Ya'ni 20. A bilan B bu orqali ifodalashim uchun A bilan B bitta tenglamada nima qilish kerak yoki bitta ifodada qatnashishi kerak. Hozir mana bu yerda menda faqat B bor. Mana bu yerda 5 sonning o'zi 2 ning A-inchisiga teng bo'lgani uchun, ikkalasi bir xil bo'lgani uchun 5 ni olib 2 ning A-inchisini o'rniga qo'yishsam bo'ladi. Hech narsa nima qilmaydi? O'zgarmaydi. Lekin ifodada A ham qatnashadi, B ham qatnashadi. Tushunarli bo'ldi? 20 ni B-inchisi teng. Qavs ichida qo'yaman, chunki sabab bu yerda ham 2 bor, ham A bor. 2 ning A-inchisini qavs nimasi? Kubi. 20 ning B-inchisi barobar 2 ning 3 A-inchisi bo'ladimi? Ana endi 20 ni maydalashim kerakmi? 20 bu 4 kira nechi?
20 bu 4 kere 5. 4'dan bu 2'ning kvadrati ko'paygan 5 bo'ladimi? O'rniga keltirib qo'yaman. 2'ning kvadrati ko'paygan 5'ning birinchisi barobar 2'ning 3a-inchisi. A-inchisi emas, 3 bilan nima qildi? Ko'paydi. Ana endi yana 5 kelyapti-da. To'g'rimi? 5 bu nimaga teng edi? Bir marta keltirib qo'ydimmi, oxirigacha nima qilib qo'yaman yana? Keltirib qo'yaman. 2'ning kvadrati ko'paygan 5 yana 2'ning a-inchisimi? B. Teng yana 2'ning nechinchisi bo'ladi? 3. Mana bu hamman, mana bu hamman. Kepkalarni bir-biriga nima qiladi? 2'ning 2 plus a-inchisi qavsdan tashqarida b bo'ladimi? Teng 2'ning 3 a-inchisi. Ana qavslik daraja nima qiladi? Ko'payadi, ya'ni b ko'paygan qavs ichida a plus 2. Nimaga ko'paytirmadim? B 2 ga ham a ga ham ko'payadi. Qavs ochib chiqsam bo'larmidi? Men nimaga ko'paytirmadim shuni? Agar ko'paytirsam b nechtaga bo'linib ketadi? 2 taga. Tushunarli bo'ldi? Demak, ana endi teng bo'layotgan 2'ning 3a-inchisi 2 ga qisqarib ketib, b ko'paygan a plus 2 barobar 3a. Men bu yerdan b ni topsam, 3a plus 2 bo'lish bo'lib o'tadi. 3a taqsim a plus 2. Mana bu yerda bu nimani beradi? Mana bu b ni topyapman. Javobda a qatnashyaptimi? B ni a orqali ifodalash. Lekin bizlardan nima so'ragan? A ni b orqali ifodala deganmi? Bu yerdan nimani topishim kerak? A ni. Ya'ni b ko'paygan a plus 2 barobar 3a edi-ku. B har ikkalasiga ham nima qiladi? Ko'payadi. Ya'ni a b plus 2b teng 3a. Noma'lum nima hisoblanadi? A mi? Noma'lumlar bir tomonga, ya'ni 3a ni bu yoqqa o'tkazaman, 2b ni bu yoqqa. Yoki tak 2 tani o'tkazgandan ko'ra a b ni o'zini bu yoqqa o'tkaza qolay. 3a minus ab barobar 2b bo'ladimi? A ni qavsdan tashqariga nima qilamiz? Olib chiqamiz. 3 minus b teng nima bo'ladi? 2b. A ni topib olsam 2b taqsim 3 minus b. Mana men a ni topyapman. Javobda nima qatnashyapti? B qatnashyaptimi? Demak, mana bu a ni b orqali ifoda sizlar savolda qani o'ylashlaringiz bir tekshirish uchun. Nimaga a bilan b ni aynan ichiga oldim? Nimaga a bilan b ni dumaloq ichiga oldim? Yo'q. A bilan ne mana bu so'zlar nima qilib ketmasligi uchun. Qo'shilib ketmasligi uchun. A ni borqali bo'lib qoladi-da. Ya'ni yozuvda endi to'g'ri tushunasizlar, ona tilman koridorda o'qiganman-da. Tushunarli bo'ldi-ya? Hamma tushundimi? Tushunarli bo'ldimi? Keyingisi 95. Tak. 95-misolda nima debdi? Tenglaman nechta ildizi bor debdi. Tak, modulda x kvadrat minus 2x minus 1 teng x minus 7. Modulda x kvadrat minus 2x minus 1 darajada x minus 7 modulda x kvadrat minus 2x minus 1. Shuni o'zimi? Ha? Ana endi qaranglar. Asosan noma'lum. Yana daraja ham noma'lumda. Sizlar sirazi mana buni 1 deysizlar-da. Odamda mana bu 1, mana bu x minus 7 bu yoq qisqarib ketadi-da. Javob shu chiqadi deysizlar. Lekin o'z savol berishga to'xtanglar, nima uchun asosan modul qo'ydi? Savol. Hech qachon ko'rsatkichli tenglamalarda asos nima bo'lmaydi? Manfiy son bo'lmaydi. Esingizdan chiqmasin. Nima uchun manfiy bo'lmaydi? Ya'ni nima uchun mana 2 ning x-inchisi bo'lishi mumkin, lekin minus 2 ning x-inchisi bo'lmaydi. Sabab, chunki x agar juft son to'g'ri keladigan bo'lsa, bu musbat bo'lib ketadi. X ga 90 keladigan bo'lsa, bu nima bo'lib ketadi? Manfiy. Uje musbat, manfiy bo'linib ketyaptimi? Ma'lum bir javob nima qilib bo'lmaydi? Topib bo'lmaydi. Ishlasa bo'ladi. Buni ham ishlasa bo'lmaydi emas. X juft son bo'lsa-chi, x 90 bo'lsa-chi deb ishlasa bo'ladi. Bo'lmaydi emas. Lekin juda ham murakkab bo'lib ketadimi? Shuning uchun bunday tenglamalar ham mana bu narsani nima qilmaydi? Aralashtirmaydi. Shuning uchun hozir asosi, ya'ni mana bu modullik ifodani musbat yoki ichkari manfiyligini bilmagani uchun unga nima qilib yubordi? Moduli tiqib yubordi. Buni holi ko'p.
Bu nima ko'riladi? Holma-hol. Ya'ni qanaqasiga? Birinchisi sizlar aytgansiz, ya'ni x minus 7 teng 1. Birinchi hol. Birinchisi tekshir, ya'ni x minus 7 teng nima bo'lar ekan? 1. Ya'ni asoslarni nima qilib yubordim? Qisqartirib yubordim. Ikkinchisi-chi? Savol. Mana bu ham 0, mana bu ham 0 bo'lsa, 0 ning istalgan darajasi baribir 0 mi? To'g'rimi? 0 ning istalgan darajasi 0 bo'ladi-da. 0 teng 0 bo'lib qoladimi? Demak, buni ham 0 deyishim mumkinmi? X kvadrat minus 2x minus 1 teng 0 desam, bu ikkinchi hol bo'ladimi? Buni o'ylab topish kerak. Uchinchisi-chi? Asosi o'zi to'laligicha 1 bo'lsa-chi, 1 ning istalgan darajasi yo'q-e? 1. 1 ning istalgan darajasi 1. Yana 1 teng 1 bo'lib to'g'ri bo'ladimi? Uchinchisi, ya'ni to'laligicha mana buni modulsiz 0 deganimiz sababi modulim 0 chiqish uchun ichkari baribir nima bo'lishi kerak? 0. Lekin x kvadrat minus 2x minus 1 modulda 1 deyman. Chunki ichkari minus 1 bo'lsa ham 1 chiqadi. Plus 1 bo'lsa ham 1 chiqadi. Nechta tenglama yechishim kerak ekan bu yerda? 3 ta. Tushunarli bo'ldi? Birinchi tenglamadan javobim nima chiqadi? 8. X teng necha chiqar ekan? 8. 7 ni bu yoqqa plus qilib o'tkazsak, x teng 8 chiqadi. Ya'ni birinchisidan javob chiqdi uje x teng necha? 8. Ikkinchisida diskriminatsiya tomonmi? Tak, 4 plus 4. 8 bo'ladimi? X 1 2. 2 plus minus ildizda 8 taqsim nechi? 2 ga bo'lib yuborsam 1 plus minus ildizda 2 chiqadi. Uchinchisi mana. Bittasi 1 plus ildizda 2, bittasi 1 minus ildizda 2 chiqdi. Tushunarli bo'ldi-ya? Plus minusni yozib ketdim. X kvadrat minus 2x minus 1 teng 1 bo'ladimi? Bitta musbat ochib chiqsam, bitta manfiy ochib chiqaman. X kvadrat minus 2x plus 1 teng minus 1 bo'ladimi? Mana buni yechsam x kvadrat minus 2x minus 2 teng 0. Diskriminantni topsam yana 4 plus 8 bo'lib 12 chiqadimi? X b 1 2. Shu tenglama uchun 1 2. 2 plus minus ildizi ostida 12 taqsim 2 bo'ladimi? Yana 2 ga bo'lib yuborsam 1 plus minus 12 bu 4 kere 3 bo'lib 2 chiqadimi? 4 dan 2 lar qisqarib ketib ildizda 3 ning o'zi qoladi. Keyingisi mana bu yerdan hisoblasam minus 1 plus bo'lib o'tsa x kvadrat minus 2x teng 0 bo'lib qoladi. Ko'paytiruvchiga ajratsam x ko'paygan x minus 2 teng 0. X teng 0 bilan x teng necha chiqar ekan? Nechta javob chiqdi shu yer o'zida? 8 bitta javob. Mana bu joyda ikkita javob chiqdi. Mana bu joyda bitta. Keyingisi mana bu joyda yana ikkita va mana bu joyda yana ikkita. Jam nechta bo'ldi? 2 4 6 7 ta. Bitta tenglamadan nechta javob chiqdi? 7 ta. Prosta mantiqiy fikrlash kerak. Lekin joy keladi, men adashgan bo'lishim ham mumkin, to'g'risi. Ko'pchilik joylarda asos 0 dan nima bo'ladi deydi? Farqli bo'ladi deydi. Ya'ni man kelgan boyligim bormi? Man 0 bo'lishim nima emas? Mumkin emas. Shunda o'rtadagi mana bu ikkinchidagi javob nima qilib chiqib ketadi? Chiqib ketadi. Tushunarli bo'ldi gapim. Hozir qani ko'ramiz. O'zi nimani so'ragan ekan? Tak. Ildizlari nechta degan, to'g'rimi? 95-misol. Tak, bizlarda nechta chiqdi? 7 ta. 7 ta degan javob bormi lekin? Yo'q. Demak, mana buni nima qilib tashlagan? Chiqarib tashlagan. Ya'ni hech qachon asos nima bo'la olmaydi? 0 bo'la olmaydi. Demak, javob nechta ekan? 5. Davay, yozib olinglar.